sizlardan. Yazgich, Sonaxon, assalomu alaykum. Ikrom gapirib turamiz. Yaxshimisiz Sonaxon? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Savol beryapsiz. Men gapiryapman, bu yerda gapiryapman. Onaxon bilan assalomu alaykum. Marhuma onasi shoshmay turinglar, 1 sekund o'rtoqlar. Hammaga Eshitinglar endi, bir og'iz gapiray. Onaxon, siz anaqa qilmang. Bunaqalarga javob berib o'tirmang. Bunaqalarni o'zini shaxsiy fikri yo'q. Bunaqa haromlar bilan gaplashmaymiz. Yo'q, onaxon. Bunaqalar haromi bo'ladi. Haromlar bilan gaplashishi o'zi harom. Kerak emas, gaplashmang. Demoqchi edim-da, xuddi shu narsaga. Agar uni bolasi shunaqa bo'lsa, u nima maqsadda qiladi, u nima qiladi, qanaqa maqsad qo'yadi oldiga. Mana u ham javob bersin endi o'sha gapga. Maqsad nima bo'ladi bu yerda? Maqsad jinoyatchilarni topish bo'ladi. Obuliga tushuntirasiz, barib tushunmaydi, ertaga yana keladi. Boshqacha savol. U avvalgi odamligini bilib o'tirib-a, qanaqa bir qanaqa. Nimani to'g'ri bilsangiz shuni qiling. Ularga javob berishga majbur emassiz. Borsin, ketsin. Akasiga bersin savolni, akasidan javobini olsin. Eshitayotgan bo'lsanglar, bo'lar bo'lmas savollarni bermaymiz onaxonga. Chiqib olib aytib, publikaga o'ynab, savolim bor edi onaxonga deb gapirmaymiz. Gaping bormi? Listkaga yoz, любойga javob. Aqllilik qilmaymiz. Mayli, qo'yavering. Feruza opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Rahmat. Tanijon sog'mi? Dunyo yaxshimi? Qizlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Bitta narsada qaranglar, mana hozir men u gruppani tarafini oladigan o'sha qalpoqchani bitta narsa tushunmayman-da. У тупоям tushunadi-da, что здесь очень много людей замешано-da, уже man уже cho'qib bu temani-da. Qaysi miya bilan, если он был бы ни при чем, o'sha tarafdori, bu davmin o'yindan chiqib ketib, am yerda ko'karib, efir qilib, unaqa narsa qilmasdi. Da, tushunmaydi. O'ngi shunchalik odam tupoylashib ketyaptimi, bular o'shani tarafini oladigan. Biz u bilan adin gaplashamiz, bizdan priznovat qilmayapti-da. U qanaqadir mamlakatga chunki qo'rqadi. Da, mana u keladi-ku ular gruppaga. Mana bunaqa ular bitta narsa qilayotganda, ayollar biza emotsiyali-ku. Masalan, men o'zimni yig'ib oladigan nimam bor. Bir xil ayollar men uni provokatsiya qiladi-da, keladi-da, ayollar unga tushuntiraman deydi-ku, bazar vokzal bo'lib ketyapti-da. Bu gruppani ashuna qilib provokatsiya. Bularni мненияsiga ham, короче, qo'yib e'tibor bermaslik kerak. Ular bizlarni o'rnini emas. Ular tugadon как barani bitta stadiyaga ketadi. Lekin inshaalloh Allohim duoda bo'laylik. Bu ish ochilsin, hali shunaqa pirovati qilamiz, Xudo xohlasa. Siz agar bizga bironta xizmatingiz bo'lsa, yana ham bu advokatga baribir xarajat juda ko'p. Bu yerda Feruza opa не только здесь база большой krugcha ketadi. Alloh omonatida bo'linglar. Avvalambor shu, siz agar biror narsa sizga kerak bo'lsa, bizga shaxsiy shunaqa masalalar, temalar bo'lsa, bizga plus. Уже cho'qib bo'ling, уже ipidan iynasigacha уже bilib bo'ling bularni. Kimligini ham, кто виноват уже chaq va kisi inson уже cho'q bo'lgan. Siz o'zingizda asrang, har doim duo qilamiz sizdan inshaalloh. Shunday yaxshi insonlar bor bu gruppaga. Juda ham duo qilib, sizni bak qiladi, ko'z yoshni keltiradigan darajada-da. Ammo bunaqa u chetdan keladiganlar, men bularga aytaman, ochmanglar, yopinglar, не стоит kecha ham qanaqadir Moskva, ular bizlarni o'rinimiz emas. Masalan, o'zimiz только nervimizni yo'q qilamiz. Mayli Feruza opajon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agar xizmatingiz bo'lsa, tortinmang. Siz ihson masalasi deydi-ku bular. Siz umuman pinayizgan kiymasin, ihson yig'amizmi biz? U bizani ishimiz. Xohlasa, bularni o'zi bilib turibdi-yu, mana ko'ryapsiz-ku. Qancha videolarni o'z-o'zidan o'chirib tashladi. Bu o'shani o'zi bizning yutug'imiz уже. U bizning yutug'imiz, hammamizni, xalqning yutug'i. Chunki qancha odamlar anaqasi yotibdi o'shaning tagida. Bu ana shunaqa qilib odamlarga provokatsiya qilib, boyagani manipulyatsiya qilib, qo'rqitib, agar sen unday qilsang, seni eringni alkash deb chiqarib yuboraman, videosi bor. Agar sen bunday qilsang, seni xotiningni palon qilib yuboraman deb qo'rqitib yurgan mana shunaqa bir pastkash insonda bu. Bu juda ham pastkash inson. Bu insonni qanaqa so'zlar bilan so'kishni bilmaysiz-da, chunki to'g'risi bu insonga hayvon desangiz, hayvon ham xafa bo'ladi, mol desangiz, mol xafa bo'ladi, qo'y deyishga ham bo'lmaydi.
nima Da, deyishni misol. bilmaysizda, bunga to'g'risida pastkashda, Pastga просто qilib, pastkash ha. inson. Lekin точно, O'shani- если он agar toza vijdon hech narsadan qo'rqmaydi, o'sha vaqtda o'ziga aytasiz, man короче ни при чем, pошли вы все, пока deysizda, Da, o'zini ishini davom ettirasizda. Bu birdaniga Ha. videolarni o'chirib, yana kapat, xohlayaptimi, adin chiqamiz darshi. Nozima ishidan keyin yana boshqa ishga o'tamiz, hech o'ylayotmasin. O'tirib, har daqiqasini qanday bizani ana shunday qiynab, Nozimani shunday qilgan bo'lsa, halovatini yo'qotamiz biz uni. Hech xavotirlanmang. U bitta Nozimani ishi emas, dalshi ishi bor. Siz apajon o'zingizni o'ylang, biz любой vaqtda siz tarafingizda biz. rahmat. Hech Alloh qolgan rozi suiti bizlarni gruppa mana bu yerdagi insonlar juda ham yaxshi, rahmdil, vijdonli. Hech qanaqa laykachalar keladi-ku, ular suitida qilib o'zimizda energiyamiz yo'q qilmaylik. Menga bir xil motira bo'ladi-ku, chiqib ketaman. Interesno-da. Ular yolg'ona kelaveradi. O'zi past ong qarang, bitta post chiqaradi-ku, yosh bachchaga o'xshab boradi-da, ular paloncha pistoncha deb yozib qo'yadi. Tupizmi ular? Ya, Jajki bu gruppa bilinib turibdi-yu, sat kechaganda mana anaqaga kirdi, narigi gruppaga kirdi-ku, kirgan paytida domla deb o'zini muloyim mushuk qilib tutib olyapti-yu, lekin o'sha domla ham ahmoq odam emas. U odam ham bilib turibdi buni kimligini. Kimligini bilib turibdi, faqat Allohga tashab qo'ydi u inson. Vaqti soati kelganda o'sha inson ham hali gapirib chiqadilar o'shalar ham. Просто indamadi hozir. Xalqning ichida, общий hamma joyda gapiradigan gap emas deb chiroyli qilib tushuntirib berdilar o'sha inson. Agar bu bola tushungan bo'lsa o'sha narsani o'ziga chiqarib olishgan, lekin bu tushunmaydi. Buni o'ylaydiki, ana men o'sha gapirib o'zimni oqlab oldim deb o'ylaydi. U nabarot o'zini kimligini ko'rsatib beryapti. O'sha domlalar ham, o'sha yerda o'tirganlar ham tushunib yetdi. Faqat o'zini oldida yurgan shaykalari, "Ha, bo'ldi, mana bu zo'r, to'g'ri" deb yuribdi-da. Unga o'shancha xursand. Da, mayli. Bu dunyo o'tkinchi dunyo. Qarani oqda o'tiraversin, oqda qarada ursin. Lekin buaki do'zaxning nomi o'zgarmagan. Javob beradi baribir. Men o'sha Ha, narsani do'zaxning nomi ham o'zgarmagan. Do'zaxligicha qoladi. Javobini berishi bor katta. Bu dunyo emas, qaytar dunyo. Shundan boshqa joydan shunaqa teshib chiqib ketadi. O'zi hammasi kim ana shu tarafni olayotganlar, hammasi o'sha opalari bilan, singillari bilan, qizlari bilan sinaladi. Bu dunyo qaytar dunyo, hech o'ylatmang. Feruza opajon joni sog' bo'lsin, xizmat bo'lsa, men nimamga har doim. Agar ihson masalasi bo'lsa ham tortinmang. Primo qilib yuboravering, biz o'zimiz bilamiz. Mayli opajonim, sog' bo'ling. Hammalaringiz omonatsizlar, gruppadagilar. Hamma Alloh panohida bo'linglar. Qanaqadir yoki chimoshkalarga vaqtlaringizni ham, nervlaringizni ham yo'q qilmanglar. Ni nash уровень они. Mayli, hay opajonlarim, singillarim, mayli, xo'p. Mayli. Rahmat. Rahmat. Alloh Baraka rozi topsin. Feruza, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men Aras haqida gapirmoqchi emasman. U inson nomini ham atagim kelmaydi, lekin og'zimdan chiqib ketdi. Men sizga mana shu ayol sifatida ta'zim qilmoqchiman. Shunday odobli qizlar tarbiya qilgan ekansiz. Men nima uchun bunday deyapman, bilasizmi? O'sha bir Anora degan qiz bor ekanki, kirdida shunday chiroyli gapiryapti, shunday odob bilan gapiryapti, o'zini tutgan holatda o'yladimki, Feruza juda ham yaxshi tarbiya beradi. Nozima bundan ham tarbiyali bo'lgan deb o'yladim men. Uni qadoq qo'llarini ko'rib, o'sha Farida ko'kartirgan qo'llarini ko'rib, shunday barmoqlariga qarayman, shunday qadoq mehnatkash qiz bo'lgan ekan. Kim agar meni shunday holatga tushirgan bo'lsa, Alloh kifoya qilsin. Kimidan bo'lsa qaytsin. Hozir hech kim qolib ketmaydi. Mayli Feruzajon, rahmat sizga. Shunday qizlar tarbiya qilganingiz uchun shuni aytmoqchi edim. Boshqa hech narsa demayman. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Allohim. Kelganimdan beri lekin Jamshidni kutdim. Menda Jamshidda hech qanaqa ayb yo'q deb o'yladim, lekin hozirgi kunda juda ham anaqam oshdi meni. Nima deydi, shubha deydimi? U bolani aybi borligini, u aybi bor deb o'zim tan oldim-da bu bolani. Ko'p narsani biladi, opa. Ko'p narsani biladi, guvohi bo'lgan. O'shandan qo'rqyapti. Faqatgina guvoh emas bo'lishi ham mumkin o'sha yerda. Chunki yerda bo'lgan u bola. Men tashqarida mashinada o'tiruvdim deyapti. Undan keyin
kirganda boya kamerada judayam xavotirli yurgan, u yoqdan bu yoqqa yurgan ana videolari bor. Juda xavotirda yurgan bu bola, qanaqadir asabiy bo'lib turgan o'sha yerda, o'z-o'zidan bo'lmaydi-da bu narsa. Sirim ochilib qoladi, bilib qolishadi deganda. Asabiylashgan degan. Assalomu alaykum. Charchamayapsiz, salomatmisiz? Opa, bitta savolim bor edi sizga. O'sha mana bu ijtimoiy tarmoqlarga Avaz bilan oriylikdagi muloqot tarqalib ketdi-yu, o'sha qo'polroq muomala qilgan. Undan keyin umuman shu Avaz bilan keyin Avazsiz bilan bog'lanmadi, to'g'rimi? Bog'landi. Misol uchun Undan keyin. Koreyaga borishingizni bilgandan keyin. Yo'q, Chunki men bitta savol berdim-da, ularni chatida savol berdim. Xo'p, agar bola Alloh uchun ish qilayotgan bo'lsa, mayli dedim. Ayol kishi doim biz emotsionalniymiz, baqiramiz, chaqiramiz, urushamiz, g'azabga minamiz. Xo'p, agar dedim, shu bolani vijdoni toza bo'lsa, haqiqatda bu ishda shu marhumani o'zini o'zi osgan deb o'ylayotgan bo'lsa, nimaga onasi borgandan keyin ko'rishib, uchrashib, yuring opa, mana siz mani shu gumonlayapsiz shunaqa narsada, yonimdagi bolalarni. Mana xalq deb yonidagi o'sha syomchik bolalar bo'ladi-yu dedim. Shularga videoni yoqtirib dedim. Butun xalq ko'rardi dedim. Oborib, mana video opa, mana o'sha voqea bo'lgan joy, mana bizani kelgan vaqtimiz, ketgan vaqtimiz. Mana hamma narsani ochiqlab tashlab, endi ham shunda mendan gumon qilasizmi? degan savol, unaqa gap so'z bo'lmadi, oriylarda. Yo'q, ko'rishganimiz ham yo'q. Hozir o'shanga aytdim, men ular bilan tortishdim. Xo'p, bo'pti dedim. O'zini dedim xalqqa tutib bermayapti-ku, biron marta savol berishga qo'ymaysizlar dedim. O'shanga hozir ular savol javobga chaqirgan bugun meni. Men o'shanga sizga savol berganim, demak o'sha janjaldan keyin siz bilan aloqaga chiqmagan, to'g'rimi? Yo'q. Qanaqadir yordam berishlar. Yana bitta narsa bor bu yerda, bular даже bir videosini menga tashlab berishdi, eshitgan gapini. Голосовой gaplashgan o'sha yerda biz chaqirdik, Farida opam bilan birga chaqirdik, keyin dedik degan joylari bor. O'shanga ham men hozir aniqlik kiritib bermoqchiman. Qachon chaqirdi meni? Meni chaqirgan payti ularni men u bilan urushib bo'lganimdan keyin, men advokat olib уже O'zbekistonda ish boshlaganimdan keyin, o'sha yozchiz boshlaganimizdan keyin yozib, menga Farida telefon qilib, advokatingizni bekor qiling. Keling opa, men bu yerga siz kelsangiz biz qarashamiz degan gapni gapirdi. Lekin u ikkinchi telefonida Avaz eshitib turgan ekan, yonida emas edi Avaz, chunki Farida mashinada o'tiruvdi. Avazga Avazbek bitta viza qildirib bering dedi, indamadi. Avazbek sizga gapiryapman deganda, xo'p opa qilib bera olasizmi? Kesinlashayotgan. Ha, bo'pti dedi. O'sha yerda aytdi shu gapni, уже biz bu yerda boshlaganimizdan keyin gapirdi bu gapni. Keyin men o'sha kuni telefonni qo'ydim. Advokatga telefon qilib aytganimda, уже ish ko'tarildi dedi. Siz hozir borib aytgan dedi, hech qanaqa bo'lmaydi bulardan sizga. Bir o'zingizni biz jo'natmaymiz deb aytishdi biznikilar. Keyin men bir o'zimni haqiqatdan jo'natishmadi. Orada keyin vaqt o'tganda, уже janjal boshlanib ketdi. Vaqt o'tgandan keyin boyagi Gavhar jo'natgan narsani ham bular отказ qildirishdi. Menga oila va xotin-qizlar qo'mitasidagilar yordam qilib, boya bir inson aytib o'tib ketdilar tepada, ariza tashladim, nota kirgizib, через politsiya, через posolstvo qilib nota kirgizgandan keyin menga viza berildi. Shunaqa qilib keldim men. Ular o'sha janjaldan keyin ular aytdi, keling deb. Уже men baribir ishonmasdim-da bularga. Qanday ishonaman? Shuncha janjal bo'ldi-da, men kelsam, hozir meni ham yo'lda maytda mana qizingizni uyiga olib borib kelamiz deb yo'lda bir joyga yo'q qilib yuborsa meni kim topoladi? Meni qayerdan topoladi? Hech kim topolmaydi. Qarangki, ikkinchi savolim video temasida bo'ldi ozgina bahs. Ya'ni o'sha marhumani ko'tarib ketayotgan videosida ular yozyapti-da, oilasi nimaga ikkinchi videoni qo'ymayapti, uni ham qo'ysin dedi. Keyin men aytdim, agar sizlar qarshi tomon bo'lsanglar, tergovda shunaqa jarayon bor, sizlar murojaat qilsanglar, sizlarga ham beradi videoni. Ha, u ayol qo'ymayotgan bo'lsa, sizlar qo'yinglar, muammo hal shunda. Nimaga bu yerda qo'ysin deb chiqyapsizlar? Desam, jimda shu bilan javob berishmadi bu savolimga. Ular bizda qanaqa video borligini bilmaydi. Ular taxmin qilib aytyapti bu gapni. Bizdagi videolar qanaqa videolar bor, qanaqa yo'q, uni ular umuman bilmaydi nima borligini.
o'zlari prosta bizni gaplarimizdan, bizni qo'yayotgan narsalarimizni taxmin qilib aytishyapti. Politsiyada ko'rsatgan videolar ham tayinli videosi yo'q. Biz o'zimiz bilgan videolarimiz, o'zimiz adminlarni topgan videolari bo'yicha nechta anchagina video bor. Yerda ko'p narsa bor. Uni biz hozir ko'rsatib bera olmaymiz. Albatta, meni sud boshlangandan keyin sudda buni hammasi ko'rsatib beriladi. Biz prosta odamlarga bir qismini ko'rsatib berdik bu yerda. Qolgani asta sekin Assalomu alaykum va rahmatullohi va sudda barakatuh. ko'rsatib beriladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ya, Nima bo'ldi? Antennasi chiqmay qoldimi yo nima bo'ldi unga? Yo'qolib qoldi. Tenasi chiqmaydi. Assalomu alaykum. Shunaqa gap bo'luvdi. Bo'pti dedim, sizlarda bo'lsa sizlar qo'yinglar, biza ko'raylik. Dedim, keyin shu gapimni olib atmetga qilib qo'yishdi. Ozgina bahs bo'ldi. Nega Avazbek xalqdan qochyapti? Bu narsalarni chiqarayotganda u прекрасно bilgan. To'g'ri, xalq unga savol berishini. Biza misol uchun shu marhumani onasi bilan bemalol gaplashyapmiz. Kim qiziqtirsa savol beryapti. Sizlar unaqa qilmayapsiz. Kutvolyapsizlar-ku desam, bo'ldi, men kiring, bugun qo'yib beraman, siz bilan savol-javob tashkil qilaman dedi. Men hozir sizga aytgan gaplarimni aytdim-da. Shu bola agar aybsiz bo'lsa, olib borardi oyisini, mana hamma narsani po fakt oldingizga qo'yib, endi ham siz meni shu qotil deb ayta olasizmi deganda dedim. Ana unda boshqa gap edi. Lekin qochyapti-yu, xalqning shubhalanishiga, biz ham mana shunaqa o'tirib muhokama qilishimizga aslida kim sababchi deyapman. Endi qarangda, yana bitta misol bu yerda yana bitta narsa borda. Men mana shu paytgacha endi chiqayotgan bo'lsam, shu yerda meni eshitib borayotganlar biladi. Bir 5 kunlardan beri chiqdim shekilli, adashmasam. Undan oldin men 5 kun, 6 kun bo'ldi-da men chatga kirib, odamlar bilan gaplashib borayotganimga-da savollarga javob beryapman, qiziqtirganlarga aytyapman, gapirib beryapman. Ungacha men kirganim yo'q-da, kirsam ham bir eshitib chiqib ketar edim. Vaqtim ham bo'lmasdi kirishga. Juda ahvolim yaxshi emas edi o'sha paytlari. Hozirgi paytda o'zim endi mana ancha o'zimni ushlab oldim. Yurak og'riydi baribir. Yurakdagi bu yara, bu bitadigan yara emas. Bu juda qiyin narsa ekan. Buni tushunib yetyapman. Hozir shuncha inson bilan gaplashib o'tiramanda, ozgina vaqtim bo'ladi, sal chalg'iyman deb o'ylayman, lekin buni hammasi vaqtinchaligini bilaman. Yana baribir meni miyamga, yana meni yuragimga o'sha qizimning ahvoli, o'sha qizimni ko'z oldimga kelaveradi. Bu narsa oson narsa emas. Bitta narsaga men hayron qolaman. Nimaga hayron qolayotgan narsam, nima uchun qizim yomon bo'lsa, qizimning atrofidagi dugonalari bormi, ayol, erkak, qiz bola, o'g'il bola kim bo'lgan taqdirda, nima uchun yomon bo'lsa atrofida ular yurdi, nimaga dugona qilishdi, nimaga yigit bo'ldi, nimaga yigitlar bo'lib turib uni kirib ovqatidan foydalandi yoki o'zidan foydalandimi, nima bo'ldi? Endi atrofida yurdi-da o'shalar. Yomon ekan. Bittasi yomonlayapti, ikkinchisi yomonlayapti, qarab turibmanda indamasdan. Mayli, qani qayergacha borishar ekan deb. Lekin ular bilmaydiki, meni qizim ular haqida menga qancha narsalarni telefonimga tashlab berganini, uni telefonini tozalashgani bilan menda turibdi u narsalar. Men prosta kutib turibman buni oxirini, qani bular qayergacha bormoqchi ekan, qizim qanaqa qiz ekan, qani. Men bilgan qizim ajoyib qiz bo'lgan. Juda ham zo'r qiz bo'lgan. Lekin bular bunaqa tuhmatlarni, bunaqa narsalarni, bo'xtonlarni qayerdan olib gapiryapti ekan, qani? Gapiraversin-chi oxirigacha. Bolam uchun men hamma narsaga sabr qilib oxirigacha yetay. Ana undan keyin men ko'zlarni ochaman, xudo xolasa. Men ular kimligini oxirida sizlarga aytib beraman hammasini. Chunki menga qizim bir qismini gapirib bergan joyi bor bu narsalarni. O'sha Avazni ham gapirib bergan joyi bor. Avaz o'ylayaptiki, men tanimaganman, men marhumani jo'natdim deb. Yo'q, meni qizim tanigan uni. Meni qizim tanigan, meni qizim uni prosta hurmat qilib tanigan. Bolam bu insonlarni, bularni inson ham deb bo'lmaydi. Bu so'taklarni, bu isqirt iflos odam deb bo'lmaydi-da bularni. Mana shunaqa nimalarni bular o'ylayaptiki, bilmaydi hech narsani, qizini telefonlarini tozalab yubordik, qizini osti deb jo'natib yubordik, bo'ldi, qutuldik deb o'ylashyapti. Ana shu Sherzod qancha qarzligigacha bilaman. Qizim qancha pul berganigacha bilaman uni. Qancha aldab pulini olgunigacha bilaman hammasini. Lekin joyi keladi. Hamma narsani o'zini sudda joyi keladi. Men har bittasini
bolamni anaqasi uchun ham har bittasini agar kerak bo'lsa qonga qon, jonga jon deydigan narsa ham bor. Qasdimni ham olaman. Xohlagan joyiga голосовойda yozib olaversin. Mana Sirochni akasi yozyapti. Men unday qilib yuboraman, men bunday qilsin. Bemalol qilsin. Ko'ramiz, menga chiqa qolsin o'zimga primoy. Men ota-onasiga hurmat qilib bordim kerakli joyda. Kerak joyga hurmat qilib bordim ota-onasiga. Lekin ular meni hurmatimni qilgani yo'q. Afsuski, agar meni tavba qildim, astag'firulloh deb aytay, meni o'g'lim biron joyda bironta qizni mana shunaqa ahvoldaligini bilib, agar uni meni o'g'lim qilmaganini men chetda turib bilmasam, lekin meni o'g'limga shunaqa tuhmatlar yog'ilib, mana shunaqa bo'lgan ekan deyishsa, men o'sha ota-onasinikiga boramanda avvalasi ta'ziya bildiraman. Chiroyli qilib ta'ziya bildiraman-da, keyin o'tirib aytaman. Uzrku, dardlaringga anav qila olmayman, lekin men sizlardan bir narsani so'ramoqchi edim. Meni o'g'limni ayblashda, sizlarda nima anav qilyapti? Dalil, isbot yoki biror narsa nima tortyapti sizlarni shu narsaga? Men bilmoqchi edim. Agar haqiqatan o'g'lim aybdor bo'lsa, men ham sizlar bilan birga qo'shilib shu narsani to'g'rilayman o'g'limning xatosini. Agar yo'q, o'g'lim aybdor bo'lmasa, bunaqa qilmanglar, iltimos deb men borgan bo'lar edim. Men qilardim shu ishni. Avvalasi hech kimga bu narsani ko'rgulik qilmasin, lekin qilardim. Bular ne только kelish, anita turib даже bir marta borgan, men o'zim boshimni egib borgan joyimda ham o'sha yerda даже bir og'iz hol-ahvol so'rashga yaramagan insonlardan nima kutasiz, ayting? Firzopa, assalomu alaykum. Bitta savolim bor edi. Mana bu nomard Jamshidni siz qanchalik taniysiz? O'zbekistonda necha marta ko'rgansiz? Jamshid 14 fevral kuni men uni aeroportdan kutib olganimdan taniyman. Men u bolani tanimaganman oldin. Men Siroch bilan Sherzodni bilganman, lekin Jamshidni 14 fevralda kutib oldim. Olib borib tashladim, keyin 18 fevralda ana Sirdaryoda yangi oq masjid bor, bilsanglar, yangi qurildi. O'shani yonida shuna yo'lning bo'yida o'shani yonida uchrashib, men unga yana ozgina posilka qizim uchun berib bordim. O'sha 2 marta ko'rdim shu bolani. O'shandan taniyman, bunday tanimayman u bolani. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Firzopa. Kimdadir bolalar. Telefoninglarni o'chirib turinglar, iltimos, gapirmayotganlar. Gapirmoqchi edim-da, 1 minutda. Qoch. Gapiring. Firzopa, u gruppaga men kechami kirdimda, hozirroq ham kirsam, bular deydiki, Firzopa deydi, nimani aldab o'tiribdi, xalqni aldab o'tiribdi, ishda nimani advokat ham olmabdi, advokat olmagani ham aniq bo'libdi, sizga qaratili ham nimani ocharmish, nima edi u? Nima ochalarmish? Partiyangizga nima qilingani uchunmi, nimadir advokat olmaganingiz uchunmi shunaqa deb gapiryapti-da u gruppada. Bo'lsin, olingan advokat. Shunaqa gaplarni gapiryapti, endi kurakda turmaydigan gaplar bo'layapti-da u yerda. Men xalqni hech qachon o'zim tarafga qaratmaganman, bu birinchidan. Pul tashlashib, pastava qilamiz deb gapiryapti. Shunaqa dedi bu. Hamma gapini attitudini qila olmadim-ku, sizni ham. Mana sizni kartangizga pul tashlab shunaqa qilamiz degan. Nima bo'ldi-da hozir u gruppada? Da, shunaqa bo'lyapti, opa. To'g'ri tushuntiringlar. Xuddi biz ham pul tashlab kelgan pulni hisobini olamiz. Bu yerda shtaki, debdi. Endi uni uyushtirishgani uchun o'zlari uyushtirganiga javob beradi. Bu uyushtirib qilishyapti bu narsani. Ularni ham bu gaplari zapis bo'lib ketyapti-ku, baribir. Xalqni o'zini mana bizni mana shu to'xtab turinglar. Masalan, tashqi xodimlarga Telefoningizni o'chiring. Hozir bu yerda eng katta dushman ularga xalq bo'lib turibdi-da, xalq. Detektivda o'tirgan insonlar biz masalan e'lon qilgan bo'lsak ham Firzopaga bilmoqdan qildik. Atani hadib chiqarmanglar, har xil gaplaring bilan to'g'ri. U gruppadan bu gruppaga umuman gap olib kelmanglar. Bular bo'lmas gaplar. Detektivda o'tirganlarni bitta narsasini men yaxshi bilaman. Bu yerda o'tirgan insonlar, eshitgan gapimni. Bu yerda o'tirgan insonlarning o'zini yelkasida kallasi bor.
ularni atrofidagilarga o'xshab u yoqqa Imronbek, bu yoqqa mikrofoninglarni o'chirib turinglar. fikri ataylab qilishyaptimi? O'zlarini fikri bor-da bularga agar u yoqqa unday bu yoqqa bunday deb men aldaydigan ahvolda emasman. Ishonmagan bo'lsa, ishongisi kelmaganlar eshitmasin, farqi yo'q, lekin vaqti soati keladi, xudo xolasa, meni maqsadim o'sha jinoyatchilarni tutib, qizimning yuzini yoriq qilish. Bundan keyin Sizga ishonamiz Feruza opa, biz siz bilamiz oxirigacha. Musofirdagi mana shu ayniqsa Koreyada bunaqa o'liklar chiqib borishini oldini olish bunchalik ko'payib ketishi mumkin emas edi. Hech qachon bunaqa ko'p tillatyapti, o'chiringlar deyaptilar. Ataylab Yaqubov qarab boring shu ishtiratayotganlarga. Tepa uzr gaplaringiz bo'linib qolyapti. Farosat bo'lish kerak ozgina. Mana shu siqilmay, umuman javob bermang dedilar Javohir yoqmagan savollarga. Ya mayli. Assalomu alaykum Feruzaxon. Yaxshimisiz? Bu sizni qizingiz o'sha oqlanib bo'ldi. Yuzi yorug' qilib bo'ldi. Hamma xalq shuning uchun turibdi orqangizda. Faqat siz o'sha qotillarni topib jazolashingiz kerak bo'ldi. Qonuniy jazosini olmaguncha tinchimaymiz. Albatta. Inshaalloh oladi, jazosini ham oladi, ko'rasiz xudo xolasa. Xalq ko'radi. Bekorga siz bilan xalq turgani yo'q. Nozimaxon oqlanib bo'lgan o'sha. Keragidan ham ortig'i bilan Allohning oldida ham yorug' bo'lgan uni hayot nimasi. Albatta. Lekin hammaga Assalomu alaykum hammalaringizga xayrli kech. mani savolim bor edi Feruza opaga. Ayting. Feruza opa, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Eshitamiz, savolim bor dedingiz, gapiring. Qizingizni ham Allohim rahmatiga olgan bo'lsin. O'zingizga ham Allohim sabr bersin. O'zingizga, oilangizga Allohim eng go'zal sabrlardan bersin. Farzandingizni joylarini Allohim jannatlarda qilsin, oxiratini obod qilsin. Ilohim bu sinovlar ham o'tib ketsin. Ko'rmaganday bo'lib keting. Inshaalloh farzandingiz bilan jannatlarda birgalashib uchrashingizlar. Inshaalloh eng chiroyli tilaklarni bildirib, Allohimdan eng chiroyli sabrlarni tilab qolamiz. Butun xalqimiz, barcha onalar, opa-singillar hammalari siz bilan dardingizga sherikmiz. Alloh rozi bo'lsin. Umuman ko'nglingizni cho'ktirmang, chunki YouTube'larda o'zim oilaliman, qaynona qaynotamlar bilan bo'lsam ham, lekin shu darajada ko'nglimga olgan ekanmanki, shu darajada xafa bo'lib o'zimni qalbimda his qilgan ekanman. O'zimda ham farzandim bor. Onalik qanaqa bo'lishini bilaman o'zim ham. O'zimni farzandimda Nozimaxonni o'rnlariga qo'yib, sizni o'zimni o'rnimga qo'yib, bu yuragingizdagi og'riqni his qilib ko'rganman. Qancha kechalari uyqum o'chib, judayam nima deydi, o'ylarimga yetolmay qoldim-da. Bu jinoyatligi yaqqol ko'rinib turibdi. Yaqqol ko'rinib turibdi, lekin nima uchun ba'zi bunaqa nima deydi, fikrlash doirasi tormi, bilmayman. Ergashib ham ketyapti-da. Lekin mana shu YouTube'larda primoy efirlaringiz, ba'zisida siz bo'lasiz, ba'zisida bo'lmaysiz. 1,5 soatlik, 2 soatlik shunaqa videolar, video zapislar tashlashadi. Eshitib, hammasini ko'rib, уже xulosa chiqarib bo'lganmiz. Lekin oramizda shunaqa nima deydi, bir fikrlash doirasi, dunyoqarashi tor bo'lgan insonlar, shaytonga ham sig'inadigan insonlar bor-ku, oramizda yo'q emas. Xuddi shunaqa insonlar hozir o'sha avazga ham ergashyapti. Bu narsalardan hech ham xafa bo'lmang. Hammaga ham o'zi yaqqol bu narsalar hammasi ko'rinib turibdi. Lekin nima deydi? O'zimni qiziqtirgan savol,
o'zimda ham xo'jayinimlar prokuraturada ishlaydilar. Shunda xo'jayinimlar ham hozir aytyaptilarda, nima uchun o'sha marhuma O'zbekistonga kelib tushgan, sizlar endi qabrga qo'yishdan oldin endi bitta ikkita video nimalari bor, uncha ko'rishga yuragim ham bo'lmadi-yu. Nima uchun o'sha paytda skoriy chaqirib, o'zim ham meditsinani odamiman, o'zim skoriyda ishlayman, Bristolda. Shunaqa skoriy chaqirib marhumani, endi bu sizni o'zingiz uchun plyus Qarang, bo'lardi-da. uzr gapingizni bo'ldim Abduqodirova. Bu narsa bizni xayolimizga nimaga kelmagan, nima uchun biz o'ylamaganmiz, bu haqida gap ochilgan. Men hozir sizga yana ham aniqroq qilib aytib beraman. O'sha paytda bizga o'sha avaz nima degan, 20 kunda ekspertiza chiqadi degan. Feruza opa, ovozingiz bo'linib qolyapti. Avaz 20 kunda ekspertiza chiqadi degan. Ovoz boryaptimi ovozim? Ha, yaxshi kelyapti. Ovozingiz yaxshi kelyapti. Kelyapti? 20 kunda ekspertiza Faqat savol bergan iltimos, aniq tez savol beringlar. Avaz 20 kunda ekspertiza chiqadi degani uchun prokuratura bizga shunday katta Koreyada davlatda 20 kunda ekspertiza kelsin, biz ko'raylik deyishgani uchun biz bu ishni qilmaganmiz-da. Bizga kallamizga kelmagan unaqa. Bor ekspertiza deb o'ylaganmiz. Bu yerda bunaqa narsalar bo'lib ketganini bilmaganmiz-da haqiqatdan. Bu darajada avaz rol o'ynaydi deb o'ylamaganman. Men avaz bu yerda umuman yo'q deb o'ylaganman-da. Avaz rostdan kamiga yordam qildi u bizga deb o'ylaganman men. Mana buni kirdikorlari keyin kelib chiqdi-ku. Ha, demak sizni chalg'itishganda, 20 kunda ekspertiza chiqadi, ekspertiza bor dedi. 5 kunda dedi, spirtnoy bormi yo'qmi chiqadi dedi. Lekin 5 kun deganiga ham o'sha payti uydaligida aytdi, o'sha 4-chi bo'lsa, unga chiqdi-ku, 9-da chiqdimi? 9dan keyin 5 kunda chiqadi deb aytgan, uni ko'p odam eshitgan. 5-6 kunda chiqadi deb aytilgan. Lekin u ham chiqmadi, uni ham ko'rsatishmadi. Keyin yana o'zini osdi deb ular shantaj qilyapti, lekin nima deydi? O'zini osgan holatlarini, ularni shuncha narsaga aqli yetgan, nima uchun o'zini osgan holatlarini ular o'zlarini himoya qilish uchun ham ular shu darajada geniy ekan, nima uchun o'zini osgan holatini o'zlarini himoya qilish uchun ham hech qanaqa dokazati yo'q-ku, o'zini osganligini isbotlaydigan. To'g'ri, u yo'q narsa bilmadim, lekin u gapni men o'zim ham ko'tarib aytganman. Nimaga rasmga olmagansizlar deganimizda bizga Isroch, men o'sha paytda o'zi shok holatda bo'lganman, men uni qutqaraymi, rasmga olaymi deb gapirgan gapi bor. Keyin bitta koridorda ular ikki kishilashib koridorda xursand bo'lib ko'tarib chiqib ketayotgan bo'lganmi yo olib kirayotgan bo'lganmi, o'sha holatdagi videoni sizlar olganmisizlar yo ular olganmi? Xullas kalom o'sha video oshkora bo'ldi. Lekin nima uchun u yerda domda juda ham ko'p kameralar bor? Nima uchun boshqa bitta kamera ochilib berilibdi, lekin nima uchun qolgan hamma kameralar ochilib berilmayapti? Shu bo'yicha bu bo'yicha уже advokat zaпрос tashlagan, o'shani ответini, javobini kutyapmiz. Qani nima chiqarib beradi? Biz o'zimiz so'ragan paytimizda politsiyadan уже kameralar o'chib ketgan deyildi. Mumkin emas. Meni kelishim bu yoqqa o'shanaqa bo'lib kelganda, endi vizam kech qolishi, hamma narsa o'chib ketishgandan keyin kelsa hech narsa qila olmaydi-da, bitta ekspertiza javobini olib ketadi degan, lekin ekspertiza javobiga men savollar bilan ko'mib tashlagandan keyin ular ekspertiza javobini ham to'liq bo'lmaganligi uchun berisha olmadi-da, bahona qilishdi. Faqatgina dedi, biz dedi osgan joyiga e'tibor qilganmiz, bo'ldi, boshqa joyini ekspertiza qilmaganmiz deyapti. Nega ochasizlar unaqada deganimda, bu yerda ochiladi, o'zi kesiladi deyapti. Unaqa mumkin emas ekan. Ota-ona ruxsat bermaguncha kesilishi mumkin emas ekan. Sud chiqaradigan narsani siz Feruza opadan so'rayapsiz-ku. Qanaqa savol bu?
99 marta gapirgan bu gap. Feruza bechora Feruza necha marta opa, aytganlar bular haqida. Feruza opa qarang, они просто etda siz borishingizni, shunaqa narsa bo'lishingizni bilmaganda bular. Bilmagan Allohim bular, meni sababchi keladi bo'lib, deb o'ylamagan. не на ту нарвались, да, и Javohir akaga ham kattakon rahmat. Если u bo'lmaganda, bunaqa katta ommaga Qiyin chiqmagan bo'lardi, judayam bo'lardi, qiyin bo'lardi, yopilardi, to'g'ri aytasiz. kamera masalasi ochilmasdi. Короче, ular полный hozir o'tiribdi ular. Ular Allohim o'zi o'ylayaptiki, xohlagan. anaqani Javohirni nima adminlari kelmagan deb o'ylayapti-da. U kameralarni bu shuncha narsani qayerdan olyapti u? Men o'tirgan bo'lsam, men o'zim bilan ovora bo'lsam, bu yerda faqat Bo'lmasdi, advokat bilan rahmat gaplashyapman deb. kattakon shu Javohir akaga ham unday yo'q. Shunaqa mard insonlar mana shu gruppadagi shunaqa erkaklar bor. Xuddi ular nabrot jenshinalar orqasidan yopishadi-ku, bag'dakilar nabrot ayollar gapiradi, lekin bitta ayolga biror narsa gapirsa birdaniga bizani gruppadagi mujiklarimiz yopishtirib tashlaydi ularni. Korotka yasni ular bunaqa qilib gaplashadi-ku, bizankilar korotka yasni qilib yopishtirib yuboradi. Rahmat, lekin Javohir aka bizga kattakon yordam berdi-da. Если не он бы это shunday yopti bo'lardi, stranichka boshqa bo'lib, xuddi siz aytganingizdek yig'lab ketadi deb o'ylagan bular. Ala, shunaqa o'ylagan. Nomard Allohdan qo'rqmas bandalar ekan. Javohirga Alloh uzoq umr bersin, sog'lik, salomatlik bersin. Allohim panohida bo'lsin. Bunaqa bu insonlar yoqda bas Anoraga, kelmaydi. bu yoqda yana qancha turgan insonlar bor. Juda ko'p Xadicha odam yordam opa, qilishyapti. Giza opa, Mana nima qizlar bor, boyagi anavi ismi bilan ayta olmayman hozir. Ular ham adolat deb chiqishyapti. Undan Qozog'istondan blogerlar chiqib kelishyapti. Juda ko'p bor hozir. Har bittasini ism bilan aytib bera olmayman. Kimnidir aytsam bo'ladi, kimnidir aytishim mumkin emas. O'shaning uchun o'zim bilaman kim nima qilayotganini. Avvalo eng oldida hozir xalq turibdi. Shuncha insonlar turibdi. Eng glavnida birinchi o'rinda Allohim bizni qo'llab-quvvatlayapti. Allohim panohida bo'linglar. Allohni nazaridan qo'ymaylik. Assalomu alaykum hammaga. Ilohim. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Feruza opa, sizga savolim bor-da, avvalo Alloh sabr bersin sizga. Shuncha kundan beri endi kiryapman bu chatga, hech kirolmadim. Mana shu avaz video qilganda ichida bitta qo'qonlik bola bo'lgan. Bormi shu bola? Qaysi biri ekan qo'qonlik bola? Buni yerda ko'p-ko'p bolalar. Guvoh sifatida kirgan bolalarni aytyapti. Asadni aytyapsizmi? Asadbek bilan Yigitali degan bola bilan Asadbek degan bola bo'lgan. Yigitali Surxondaryodan, u shu yerda edi, eshitishimcha hozir yaqinda men kelgan paytim shu yerda edi, ketibdi uyga deb eshitdim. 2 hafta o'sha Nozimamni guvohlik qilib o'sha yerda bo'lgandan keyin 2 hafta u o'qishga bora olmagan, qo'rqib yurgan. U keyin borib men shu bola bilan ko'rishmoqchi bo'ldim. Bu bola уже O'zbekistonga ketgan deb eshitdim. Rostmi, yolg'onmi, unisi qanchalik rost yolg'onligini bilmayman. U Surxondaryodan, Denovdan u. Nariga Asadbek aynan qayerdanligini bilmayman. Asadbek degan Nozimam o'rtog'im deb gapirar edi. Tug'ilgan kunlari bilan ham tabriklab qo'ying, onajon deb yozgan SMSlari bor. U Asadbek bilan bir marta men salom-alik aloqaga telefon orqali salom-alik qildim, lekin besh ketmadim u bolaga ham. Chunki o'rtog'im meni tug'ilgan kunlari bilan tabriklab qo'ying deb gapirgan, kelganimga 1 oy bo'lgan bo'lsa, hali bir marta "Xola yaxshimisiz" degan joyini eshitganim yo'q. U bola qattaligini ham bilmayman, bizga chiqqani yo'q demoqchiman-da aloqaga. Tushundim. O'sha qo'qonlik bola o'sha bo'lsa kerak. Shunda video shu video olganda siz qo'qonlisiz deb gapirgan edi. Men o'zim qo'qonlikman, shuning uchun men so'ray turgan joyimni deb. O'sha Asadbek. Hammaga omad, ishlarga baraka. Biz kutamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling. Feruza opa, qiziz mujik deb yurgan ekanda, lekin mujik qiz bo'lgan ekanda, u yoniga yurganlar lekin xotin chalish ekanda hammasi. Bir shunday gapirishingizda ana o'zim ham ko'rganimdan doim aytaydim-ki, mujik qiz ekan u o'zi aslida, lekin noto'g'ri gruppalar ular o'shalar kelish kerak edi, nabaroq do'stku.
birov nima qilsa hech kim uni yoqasiga yopishmaydi-ku, masalan, san qilding. Yo'q, mana hozir dugonalari o'sha uzoqmi, yaqinmi atrofida-da endi baribir ayol kishini dugona deysiz, o'g'il bolani do'st deysiz-da. O'shalarni men birontasiga yopishish niyatim yo'q, ularga meni maqsadim faqat jinoyatchilarni topish bo'ldi. Sen bunday qilgansan, sen bunday qilgansan deyish niyatim yo'q. Men ulardan ortiqcha narsa so'ragan joyim ham yo'q hech qaysidan. Endi u o'zlarini vijdonlariga havola. Xohlasa, ana xohlaganini gapiraversin. Meni qo'rqadigan joyim yo'q hech qayerda. Men Allohdan qo'rqaman faqat. Allohim deyman bo'ldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opajon? Sog'lig'ingiz avvalambor bandalik, Alloh sabr bersin. Siz hech qachon tushkunlikka tushmang, opa. Nozim shunaqa inson ekanki, mana hamma gaplar bo'xton bo'lib chiqyapti. Shunaqa inson ekanki, qarang, yuzingizni yorug' qilib mashhur qilyapti Nozimni-da. Butun dunyodan ko'rishadi. Men ham onamni boshqa yurtdan olib kelganman-da, tobutlarni. Qanaqa azobligini bilaman-da, opajon. O'sha uchun hech qachon tushkunlikka tushmang. Meni qizim bunaqa, meni qizim unaqa deb hech qachon o'ylamang. Meni qizim eng ajoyib qiz edi, meni qizim. Odamlar xohlaganini gapirsin. Qarang, shunaqa qiziki, namozda, niyozda bo'lganki, shunaqa mashhur Allohni nimasiga tushdi-da, u qizingiz tushunasiz, sevgan banda. Men yashirmayman-da, mana shuncha odam eshitib o'tiribdi. Nima deyishsa deyishsin, lekin 50 ga kirdim, men faqat bomdod namozini o'qiyman. 50 ga kirib turibamda, 5 mahal o'qimaganman. Qizim 5 mahal namoz o'qib 10 yildan beri roza tutgan qiz bo'ladi. Uni men shunaqa ajoyib qiz, men ishonsa boshqa bir narsa deb aytib bera olmayman. Men 10 yil roza tutmaganman. Men yolg'on gapirishni xohlamayman. Men to'g'risini aytaman. Kim nima desa desin, 10 yillab roza tutmaganman, 5 mahallab namoz o'qimaganman. Endi mana bo'ynimizga tushib, endi asta-sekinlik bilan boshlamasam, lekin bir mahalni o'qirdim. Oxirgi 5 yilda men namoz roza tutganman, 5 yildan beri. 5 yil o'zi tutardi. Yolg'iz o'zi turib, yolg'iz o'zi roza tutardi kechalari bilan. Kechasiga boyagi soat 2 da o'qiladigan tahajjud namozlarini o'qirdi shu qizim. O'qirdi. Bu judayam anaqalarga hamma narsani joyiga qo'yib qilgan qiz edi. Shunaqa sho'rligi uchun ham Alloh suylikli bandasi bo'ldi-da. Qarang, butun dunyoga mashhur bo'ldi, borku Nozima, butun dunyoga. Demak, Alloh shuni xohladi. O'sha uchun opajon sizga sabr, Nozimani joylari jannatda bo'lsin. Ular umrini ham farzandlarga sizga qo'shib bergan bo'lsin, opajon. Omad hamisha orqangizdan opa. Ilohim, amin, rahmat. Rahmatullohi va barakatuh. Feruz opa, yaxshimisiz? Rahmat. Opaga u ehson pullari qayerga ketdi, advokatim olmoqchi debdi. Ehson qilamizmi, qilmaymizmi? Biz chin dildan qildik, uni Alloh uchun qildik, rozimiz. Siz ishlatasizmi, yeysizmi, advokatga berasizmi, nima qilsangiz u sizniki. Hech kim sizga haqqi yo'q. Boyaroqda gapirdim, shu gapga javob berdim. Biz advokat olganmiz, qanchaligini ham aytdim. Narxini mendan lekin odamlar so'ragani yo'q, men o'zim aytdim. Qancha narxga olganimizni ham aytdim o'shani. O'zbekistondan pul chiqarib berishganini ham aytdim. Advokat olingan, advokat ishlayapti. Bular prosta biz advokatimiz kimligini topolmay halak bo'lishyapti-da. Chunki bitta advokatimiz, ikkita advokatimiz hammasiga tayinli o'tkazishavergani uchun bu advokatimiz sirli ishlayapti, lekin sirli deganimiz bu har doim sirli qolmaydi. Ozgina muddat, yana bir uzoq borsa bir hafta 10 kunda Xudo xolasa hammalaringiz bilasizlar nima bo'layotganini, nima qo'yayotganini. Lekin bo'lyapti ish, berilgan. Hozir men eshitishimcha o'sha nari gruppadagilar menga SMS yozishdi. O'sha nima meni kartamga hammang tasha, hammang kartasiga pul tasha deyapti ekan. Karillamasin, avaz karillama. Bari senga bu gaplarim yetib boradi. Aqling bo'lsa, kallang bo'lsa, ko'zing bormi? Meni oldimga kel, qancha kuching bor. Yakkama-yakka oldimga kel, men seni o'zing bilan gaplashaman. Sen xotin chalishga o'xshab karillama gruppaga kirib olib. Menga o'xshab normal gaplashishni o'rganib ol avval. Odamga o'xshab. Meni nomimga, meni kartalarimga tushgan pulga hech kim u pulni, misol men qo'yib, men u pulni уже ehson to'xtagan, ehson ham bo'lmagan bu narsa, bu xalqimni menga bergan puli, yordami bo'lgan. Bu ehson deyilmagan. Hamma chin dildan chiqarib bergan pul bo'lgan. Ikkinchidan agar meni tortadigan bo'lsa, meni kartamni tortadigan bo'lsa, men o'zim u narsaga javob bera olaman.
U meni kartalarim, u seni kartalari emas. Men birovning pulini o'zimni kartamga solib, o'zimni ehtiyojimga ishlatmayapman. Men o'zimni kartamga tushgan yordam pulini o'zimni bolam uchun ishlatyapman. Agar aqling ishlasa, meni betimga qarab ko'zma-ko'z gaplash men bilan. Shunaqa Yana yozilibdi-da. shu gapga bitta qo'shimchada Hammasi rozida. Nima qilsangiz qilavering. Chunki u pul qizingiz qaytarib bermaydi. U pul hech narsa ham emas-da. Milliard puli bo'lsa ham bir nozimani o'rnini bosmaydi. Lekin shunaqa deyishgan. Bilib olishsin. Mashaq o'tirganlar. Ma'sum, iltimos. Gapirsa, u uni xohlashida, u menga qiziqmas, u menga qiziqmas. Chunki eshitib o'tishdi-da mashaqa. Eshitaversa, mayli, eshitgani eshitsin. Shuning uchun shular Bu nima qizig'i bor endi nima qilsangiz qilavering. Uni bor aytsin hozir. Shu gapni eshitsin deb aytdim-da. Bo'ldi, javobingizni oldik, ezilavermang. Hamma nervli. Yo'q, bu gap уже necha marta savolni sal o'ylab javob bering. Iltimos savolni o'ylab bering. Shu savol haqida avvalgi qayta savol mumkinmi bitta bersam? Kecha shu haqida gapira olmadim. Umrida birinchi marta ekranga pul yig'ayotgan inson mayli aka meni eshitadi, men kecha o'zim haqimda postlar ko'rdim, jon aka. Meni galasoylarimni eshitdim, mana shuning uchun gapiryapman. O'zim o'zini gruppasiga men gapirgan gaplarni qo'ygani uchun gapiryapman. Men imonni meni atmetga qilib belgilab qo'ygani uchun gapiryapman, yetib borishini bilganim uchun. Endi bitta savol. Ferzopa umrida bir marta Ferzopa, men ishonchim komil, umringizda birinchi marta ehson yig'yapsiz. Bu ishonchim komil bu narsaga. Mayli, endi ehson deylik, ularni gapi bo'yicha menga ham kecha diskussiyada shu savol berildi. Shu narsa birinchi marta yig'ildi, lekin umri Shetda men bir narsa aytib o'taman hozir. Men prosta 10 kunga kelgan odamdimda, men bunga yo'l qo'ymasligim kerak edi o'zi aslida. Men bunga tayyorlanib kelishim kerak edi. Uydagi pul o'sha 8 ming 10 ming bor pulni biz ana janoza panaza bu narsaga ishlatganimiz uchun men prosta kelaman, ketaman deb tuda обратно bilet olgan edim. Men rostdan ham ekspertiza chiqqan, o'sha ekspertizani olgani kelgan edim o'zi aslida. Agar o'sha ekspertizaga men juda ham ishonib kelgan inson edim bu yerda, chunki bolamning ahvolini ko'rganim uchun ekspertiza shunday zo'r Koreyada вообще zo'r chiqarib beradi deb kelgan inson edim. Bu narsaga tayyor emas edim. Hozir men qaytib borib, o'zimning uyimdagi menga kerakli ehtiyojga ishlatish uchun borib, dokumentlarimni to'g'rilatib qilib keladigan ishimga vaqt ketadi, keyin уже kirolmay qolaman-da. Kirolmaganim Koreyaga уже zo'rg'a kirib kelganman. Kirolmaganim uchun menga Javohir shu narsani taklif qildi. Men buni anchadan beri aytishar edi. Momali ham aytgan edi, lekin yo'q deb kelgan edim. Majbur уже odamlar o'zi yordam qilgandan keyin men уже shu narsaga majbur bo'ldim, to'g'risi, lekin shunda ham juda ham rahmat aytaman hammalaringga. Borib, baribir vaqt soat kelganda men ham shu ehson bo'lmagan deyilmaydi, endi baribir yordam bo'lgan bilan shu yordamlarni vaqt soati bilan men ham qaytaraman, xudo xolasa. Prosta hozir mana shu savolim to'liq qolib ketdi, gapira olaman. Savolim to'liq qolib ketdi. Gapirma, nafar berganmiz. Ona javob berdi, o'zi sevan yo'qligini boshlagan dedi. Nafar siz odam ichiga kirib jon olaman debsizmi? Siz Yo'q, jon olaman. Meni gap oxiriga bo'lmasdan eshitib tursanglar, savolni oxirigacha eshitib tursanglar, mohiyatini balki tushunarsizlar. Men aytyapman, umrida birinchi marta eshittiring. Umrida birinchi marta shunaqa yordam puli yig'ilib bergan inson. Mayli, eshitdinglar. Voy malabet. Umrida birinchi marta ehson pulini olgan odamga xuddi shunaqa ehson olyapsan deb gapirishdi 10 yildan beri o'liydi ustida ehson yeyotgan odamning haqqi bormi yo'qmi? Shu savolni oxirigacha eshitdinglar. Bo'ldi, shu mana berilyapti ehson deyapti. Bu yerda bitta yig'ilgan, bu yerda 10 yildan beri yig'ilgan. Bo'ldi, tamom. 10 yildan beri o'liklar ustida pul yig'ilgan. Farq katta bu yerda. Bu yerda yordam puli xalq o'zi beryapti bu narsani. Ko'rib turib, xalq ko'rib turib pul yeb, u ham olgan. Javohir aka aytdi, isbotlar bor, keyinchalik isbot qiladi. U tergov masala. Tergov masala hech qachon 10 kunda, 15 kunda bo'lib qolmaydi. Odamlar savol berayotgan odamlar, bu ya Ferzopa sizlar sudyani javoblarini kutyapsizlar, unaqa bo'lmaydi. Bunga vaqt kerak bo'ladi. Ferzopa uzr. Siz qaytaraman demay, Nozima uchun yig'ilgan u pul.
Feruza opajon, siqilmang ham, Yo'q. o'ylamang ham bo'ldi. Yo'q, u ma'noda emas. Masalan, o'zi vaqti soat kelganda men ham o'sha pullarni vaqti soati bilan mana shunaqa bir yaxshi yo'llarda men ham qaytaraman demoqchiman-da. Mana u sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Alloh rozi bo'lsin sizdan ham, yoningizda sizga poddержка qilib turgan shu Anor opadan ham Alloh ikki dunyo rozi bo'lsin.